Bitta rezistan, mana bitta ikkita, men line chartga olaman, bitta ikkita. Masalan, men support mana bu yerda yorilgani yo'q hali. Bitta ikkita rezistan. Обновление bitta quvvatida, nima quvvatda yorganni? Yoryapti, to'g'rimi? Ha, yoryapti. Xo'p. Biz nima qilamiz? Bo'ldi, sizlar bilan kiramiz. Endi qaranglar. Bu mana shu misol uchun sizlar bilan kiramizda, stopimiz qayerda? Stop mana bu pastida. Endi stopni sizlar bilan misol uchun o'lchamiz. Hozir bu yerda sal stop katta bo'lishi mumkin, misol uchun 80 pips. Lekin yarim soatlikda bitta stopni o'lchab ko'rsataydi sizlarga. Mana misol uchun momentdan kiradigan bo'lsanglar. Qancha bo'lyapti? Qancha stop? Bizga ko'rinmayapti uncha. 140 pips bo'lyaptimi? Qancha bo'lyapti? Agar switchni ko'p bo'lsa kerak. Ha, shpilkaga qo'yadigan bo'lsak ham, yo'q, o'zi shunaqa ekan, sal ko'paygan. Mana misol uchun mana delik mana o'rtasidan kirgansiz, mana pastigacha o'shasiz ham 160-170 pips bo'lyapti. Xo'p, endi akalar M1 ga o'tib ko'rsataman, stopimiz yanada kichkina bo'ladi. Oho, muzli davrida ochmayapti. Просто qaranglar, mana bunaqa narsa. Tak, M3 ga o'taman. Mana. Endi qaranglar. Xo'p, mana bitta nima bo'lyapti? Обновление qilgan bor, bo'ldi, slom berdi, mana mana shu yerdan. 86 dan уже stop qayoqqa tushyapti? 83 ga 30 pips bo'lyapti. pips bo'lyapti. Qaysi biri stop sizlarga ma'qul? 160 pips ushashmi, yo 80 pips ushashmi, yo 30 pips stop ushashmi? Qaysi biri sizlarga misol uchun podobniyroq? 30 pips. Xo'p, men 30 pipsga kelguncha necha time frame'larni ishlatdim? Yo'q, ashosizlar. M30 da analiz qildim, M15 da qildim, M5 ga o'tdim, keyin bir entry qildim. Ha, tushunarli. O'zim M1 da kirib olmayman. Tushunarli? Time frame bo'yicha tushib kelyapman, zonadan tasdiq qidiryapman. Qo'pol qilib aytganda ochiqlikda tasdiq qidirmayman, o'rtada flat holatida qidirmayman yoki razворотный joyiga, sidewayga tushib qoladigan bo'lsa yoki nimadir bo'lib qoladigan bo'lsa qidirmayman. Faqat airbase yoki SBR zonada kelyapti. M1 ga o'taman, stopim juda ham kichkina, hozirgiga o'xshab, xuddi misol uchun shpilkani pastida stop edi, boyadan beri narx ko'tarilib kelyapti. Nega imенно men kirgan joydan faqat ko'tarilyapti? Nima deb o'ylaysizlar? Chunki biz to'g'ri entry qildik xolos. Mana biz qachonki to'g'ri entry qilamiz, o'shunda bozor bizga qarshi bo'lmaydi. Tushunarli? Просто siz to'g'ri narx topasiz, обновление qilgan joyini ko'rasiz, M1 ga o'tasiz, slom struktura ko'tasiz yoki хотя бы M15 da engulfing tashab ketgan bo'lishi kerak. Idealni engulfingni ko'rsatdim-a? Tushunarli? Xudo xolisa hech qanday qiyin joy yo'q. Korobkani ham ko'rsatdim. Endi qaranglar. Xo'p, bizani 3 ta zonamiz bor, to'g'rimi? Boya masalaga aytgandek. Tak. Nima bo'ladi? Birinchisi qaytib kelganda high, middle nima bo'ladi? O'ralig'i last bo'ladi, to'g'rimi? 3 ta zonamiz bor. Endi faraz qilinglar, men sizlarga aytaman, sizda ham, menda ham misol uchun deylik $10,000 balans bor. $10,000 balans bor. Biza 1% yo'qotishimiz kerak, stopimizni hammasini olib 3 ta entry'miz ham stop olish uchun. Birinchi navbatda zonani o'lchovimiz, misol uchun deylik mana zonani o'lchovimiz, deylik bizga 60 pips chiqdi. Necha lotda ochamiz? Stopimiz olsa $100 yo'qotishimiz uchun. Uchta entry bor, 3 ta сделка ochishimiz kerak. Stop $10,000'imiz, hammasini stopini olsa $100 yo'qotishimiz kerak. Nima deb o'ylaysizlar? 0.16 da ochishimiz kerak. 0.16 da nima ochamiz? Deylik, qaranglar, okalar. Bitta narsani aytib qo'yaman, kreditni plечо oddiy standart 1 ga 1000. 1 ga 2000 emas, 1 ga 5000 emas, 1 ga 1000. Xuddi qo'pol qilayotgan 1 lot 1 pips, 10 pips tepaga ko'tarilsa, misol uchun mana 51dan 52 ga ko'tarilsa $100 plus yoki minus beradi. 60 pips, deylik misol uchun 1 lot kirsak $600 minus yoki plus beradi. Tushunarli? Hisoblab beringlar menga, necha lotda kiramiz? Stop 1% yo'qotishimiz kerak. Stop $100 minus qilishimiz kerak. Bittasini o'zim ko'rsataman. Qaranglar. Deylik misol uchun, mayli 60 pips sizlarga og'irlik qildimi yo boshqa 100 pipslik zona ko'rsataymi, nima qilay? Просто sizlar matematikani yaxshi bilib olsanglar, muammosi yo'qda, shu risklar o'ziga соотношение qilasizlar, и lotinglar ham shuncha bo'ladi.
Endi qaranglar-da, men misol uchun boyagi narsamni ko'rsataman sizlarga. To есть bugunning o'zida bo'layotgan savdo. Boyagi сделка ochganim bor-ku, bugunning o'zida bo'layotgan savdo. Mana qaranglar. Mana сегодняni tanlayman, mana eng tepasida mana сегодняni bosaman. сегодняni bosaman, qaranglar mana. Nima bo'lyapti bizga? Necha oqibat qo'y. Sen olib ketyapti-yu. Ko'rinyapti aka. Chota qarang, masalaga aytaman, 20 ming dollar, qaranglar mana 20 ming dollar depo bo'lgan, 11.329 dollar ishlangan, ko'rinyapti-da? Ha, endi ko'rindi. Ko'rindi aka. Boyaga onlot oldim, stopim qancha deb o'ylaysizlar? Shpilkani tegdi edi. 10 pips ham chiqmadi, lekin otib berdi. 1.3 соотношениеda men почти ketdim. То есть 2000 qanchadir dollar berdi-da. No, просто 3000 dollarga uchun kirdim. Xo'p, endi men sizlarga bitta narsani tushuntirmoqchiman. Sizlar mashi narsa qo'pol qilib aytganda, mashi hammasi stop olsa 1% yo'qotishingiz kerak. Nega? Chunki boshqa zonalar ham bor. Любой bitta savdo bitta zonadan hech qachon iborat bo'lmaydi. Biz misol uchun men sizlarga aytaman, M15 dan M1 dan kiryapmiz, bittada tepa olib chiqib ketamiz, bittada tepa olamiz, chiqib ketamiz. Ko'pchilik nima bo'ladi? O'xshayapti-ku deb katta lot ochishni boshlaydi. To есть risk menejmentga amal qilmaydi. Hozir endi men risk menejmentni bitta bilib olasizlar, uchalasini mix qilasizlar, keyin o'sha ana nima pulni mamlakatiga o'sha o'ynaysizlar, xudo xolasa. Qaranglar. Bizda misol uchun deylik 100 pipsli zona deb olaylik. Xo'p, 100 pipsli zona deb oladigan bo'lsak, misol uchun oddiy, juda ham sodda qilib tushuntiraman. Boyaga 60 edi, u osonroq edi. 0.01 dan bitta ochadigan bo'lsak 10 dollar bo'ladi, to'g'rimi? Stopimiz olsa. To'g'rimi? Va. Bizda zapasda 90 dollar bor. Xo'p, momentdan pastigacha uje nima bo'lyapti? 50 pips bo'lyapti. 50 pips bo'lyapti. Xo'p, 50 pips bo'ladigan bo'lsa, biza necha lot ochsak, misol uchun primerna nima bo'ladi? Bizaga 100 dollardan sal kam minus beradi. 0.10 ochsak qancha beradi? Minus 1000 dollar. Ha? 50 dollar beradi. 50 dollar beradi. Xo'p, qaranglar. 50 dollar общий mana, общий mana boyaga 10 dollar bilan plus 50 qilamiz. Nima bo'lyapti? Общий 60 dollar beryapti. Oxirgi zonamizdan 40 dollar risk qilishimiz kerak. Oxirgi zonamiz 10 pips chiqyapti. Necha lot ochaman? 0.4. 0.40 ochsam bo'ladi-a? Bo'ladi, chetki bo'ladi. Asal bo'ladi joyiga. Har ko'tarsa foydaga chiqadi. Nima bo'ladi? Mana 0.40 ham ozgina 0.10 ga chiqib beradigan bo'lsa, общий счётda men yana foydada chiqaman. Eng qizig'i nima bo'ladi? Mana buni riskim 1 ga 3 соотношениеda agar ishlaydigan bo'lsam, qo'pol qilib endi 1 ga 3 соотношениеda misol uchun skaska bo'lib ketishi mumkin, lekin boyaga M1 da slom struktura bilan agar misol uchun to'g'ri joydan kiradigan bo'lsanglar, men sizlarga javob beraman, 1 ga 5, 1 ga 6 ham ishlab chiqib ketasizlar. Xuddi men hozir ishlaganimdek, stopim kichkina 10 pips, ko'tarilgan salkam 30 pipsda oldim, chiqib ketdim. Xo'p, endi qaranglar. Buni tushundik. Isroil aka, shunaqa qoladi. Swap o'zi bo'lib qoladi. Qanaqa vaziyat kerak? Swap o'zi spread deng. Spread. Ha. Spread bo'lsa, to'g'ri anaqa tanlaysizda, broker tanlaysiz. Anu manda lekin mana spread unaqa joyi yo'q, ko'rasizlar. Misol joyidan ochib beryapti, zero bo'lganicha, real shotlarga ham qanaqa o'zingizlar ko'rasiz. Zero. Chunki men ana nimasi bo'ladi? Joyda kiraman, joyda chiqib ketaman. Endi misol uchun mana bunaqa narsada kimdir day trade bo'ladigan bo'lsa, spreadi kam, komissiyasi kam broker tanlasin. Agar kimdir uzoq to'yis mana misol uchun tam swing trade bilan shug'ullanadigan bo'lsa, ularga swap kam broker tanlasa bo'ladi. Brokerdan misol uchun muammosi yo'q. Любой broker bitta yaxshi, misol uchun hammasi yaxshi. Faqat bitta narsa, siz savdo qila olsangiz yaxshi-da. Agar qila olmasangiz qizig'i yo'q, spread katta bo'ladimi, kichkina bo'ladimi? Naborot sizga ubitkaga ishlayveradi-da u narsa. Tak tushunarli-a? Xo'p, endi bitta sizlar bilan o'lchab chiqamiz. Qani misol uchun buy zonaga kirgan joyimiz ko'tarilgani. O, mashalloh, chutki ko'tarilgan, hozir tushib beryapti. Zo'r, mashalloh, yaxshi, chutki. Endi xudo xolasa inshaalloh savollarga o'tadigan bo'lsak, savdo qilib ko'rsatdim, ishlab ko'rsatdim, tasdig'i bilan ko'rsatdim, o'rgatdim. Time frame'larni o'tdik sizlar bilan, strukturani o'tdik. Misol uchun unaqa
qiyin dars bo'lgani yo'q. Lekin esnari misol uchun nima desam bo'ladi? Ichiga kirib, chaynalib o'tirganda misol uchun fresh zona deydi, unaqa deydi, bunaqa deydi, qizig'i yo'q. Sizlar просто narx yorilyaptimi? Bo'ldi, kirishinglar kerak, riskovat qilasizlar. Qachon? 1% bilan. 1% risk qilasizlar. Misol uchun 1 ga 3 qatnashingda ishlaydigan bo'lsa, 1% risk bo'lyapti-da, 2%, 3% ishlab chiqib ketyapsiz. Deylik, misol uchun $10,000 balans bor, $100 risk qilyapsiz, $200-300 qo'shib ketyapsiz. Misol uchun kuniga agar 3 ta сделка qilsangiz ham, misol uchun qo'pol qilib aytganda qancha bo'lyapti? Salkam 10% ishlab qola olasiz. Bu faqat bizning miyamizda nimasi bo'ladi? Kuniga 1% yetadi yoki misol uchun tam chet ellik treyderlar yoki nimadir aytadi, yiliga 1% yoki misol uchun 2% yetadi. Xo'p, endi mana bunaqa narsada hammada ham million shot yo'q. Misol uchun tam alida bo'lishi mumkin, valida bo'lishi mumkin, lekin siz bilan menda misol uchun maksimum qancha 20-30 ming dollar depozit qilamiz, o'shadan full ishlaymiz. Xo'p, boshqalar nima qilsin? Boshqalar misol uchun o'tirmaydi-ku, yo'q, men yiliga 1% ishlasam bo'ldi demaydi-ku. Bo'ldi, mana shu 1% ga amal qilsin-da, konkret slom struktura bilan kiraversan, любой holatda men sizlarga javob beraman. Shu narsa ishlaydi, ishlab ham ko'rsataman. Misol uchun qizig'i yo'q. Oddiy narsa, lekin ishlaydi, non topadigan narsa. Mana bunaqa narsada necha pul foiz ishlashimiz bu o'zimizni riskimizga, o'zimizni duximizga zavismi. Siz stopis kichkinami, katta lot ochishga aqlingiz yetyaptimi? Misol uchun bo'ldi, davay. Misol uchun xuddi hozir men 10 lot ochdim, nega? Shpilkani pastida уже stopim edi. Уже men stopga roziman. Misol uchun muammosi yo'q. Men baribir pul ishlab chiqib ketaman. Nega? Chunki bitta zonam o'xshamasa, keyingi zonam o'xshab berishlik уже men nima bo'laman? Aniqroq bo'ladi. Nega? Chunki unda konkret model bo'ladi. Hamma minus qiladigan, hamma misol uchun nima orqaga ketadigan odamlarning tarixini bitta сделкасini ochib ko'ring-da. Tasdiq yo'q. Zonaga Airbase ga birinchi kasanga bo'lyapti. Engulfing aktiv xolos. Nima? Hali tasdiq yo'q. Просто kiradi. Nega pochchan vasiyat qilib ketgan zonada bu deydi. Unaqa narsa yo'q, tushunasizlarmi? Tasdiq bo'ladi, kiramiz o'sha soqqa keyin ishlaydilar. O'zidan o'zi hech nima bo'lib qolmaydi. Faqat tasdiq. Tushunarli-a? Kimda qanaqa savollar bor? Ana endi bemalol gaplashsak bo'ladi.